Assalomu alaykum. Hoji Komil bu. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kalbusalarni, taco kalbusalarni yeb ko'ryapmiz. Вообще dahshat ekan. Mana shu kalbusa действительно chiroyli, вкусный. Tojikiston in вообще taco kalbusa, сушеный kalbusa in. Hamish tamash zo'r inda. Hozir ko'rsam edi mana. Bizda ko'rdi va kesing. Ba'zur gittan gireton. Gaz молодец inkas xo'shon. Mana Samarqand. Mana bileton. Vashi zo'r. Rossiyada vaqtingiz orziqib yurgandingiz, ha? Rossiyaga nima qilib? O'ylab hozir kelib, boshqalarga kelib, Hoji Komil bo'ldi, kalbusani bering dedi. Birinchi. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Qanday mazasi aytganingizda ekanmi? Mazasi zo'r ekan. Ana bitirgan yegan, ana shu bu yerdan yaxshi zo'r ekan. Cho'tka ekan. Bitirgan o'shaqa emas ekan. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Alloh taolo iymoningizni salomat qilsin. Bolalaringizni baxtiga sog' bo'ling. Mana shu musofir yurtlarda Rossiyada necha yil bo'ldi ishlab yurganingiz? 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri mana Rossiyada yuribdilar. Mana shu yoqda internetlarda ko'rganlar ekan. Agar O'zbekistonga borsam, bir olib yemasam armonim yo'q deb aytgan ekan. Telefonlashdilar, mana aeroportdan kelib meni hozir yeb ko'ryaptilar, o'zlari baho beryaptilar. Yurakdan, qalbingizdan aytavering. Qalbimdan, yaxshi ekan, zo'r ekan. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Rozi bo'lsin. Qo'lingiz dardini ko'rmasin. Aytganingiz kelsin. Sizni ham Alloh taolo iymoningizni salomat qilsin. Bolalaringizni baxtiga sog' bo'ling. Alloh taolo erta qiyomatda jannatlarda jamolini ko'rsatsin barchamizga. Mana shu o'zimizni yurtimizga, mustaqil yurtimizga iloyim ko'z tegmasin. Muhtaram prezidentimizni ham Alloh taolo iymonni salomat qilib, atrofdagi bo'xton, tuhmat, yomonliklardan Alloh taolo o'zi asrasin. Mana sizlar Rossiyada turib duo qilib yotibsizlar, yurtboshimizni, vatanimizni duo qilib yotibsizlar. Hamma musofirlarga assalomu alaykum, sog' bo'lingizlar. Baraka topingizlar, kasal bo'lmaysizlar. Sizlarni ko'rib odam quvonib ketadi.